LG brendini sevuvchilar uchun bitta zo'r yangiligimiz bor. 50 dyumli original LG televizorni hali hech kim bunaqa narxda sotmagan. Biz narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu modelimiz 50 dyumli LG NanoCell modeli. Oddiy 8-9 seriyalardan sifati 2 barobar zo'r bo'lgan, lekin narxi ulardan ancha arzon bo'lgan zo'r model. Bu modelimizni ko'rib o'zingizlar bitta baho beringlar. Ko'rinishlari, dizaynlari ancha oddiy modellardan chiroyli bo'lgan. NanoCell texnologiyasi ishlatilishiga sabab oddiy LED televizorlardan farqi, bu modelimizda 8 milliongacha pikseli bor. 2K videolarni 4K videoda bemalol o'girib ko'rsatib bera oladi. Ramkalarni ham ko'rib olasizlarmi? Deyarli yo'l sigan bo'ladi. Orqa ko'rinishlari ancha tekis, devorga ilganda kartinka turadi. Oddiy modellarga o'xshab orqasi plastmassadan emas, metallikadan qilingan. Pultini ham ko'rishingiz mumkin. Original LG pult, Magic pult hisoblanadi. Hamma ilovalarga alohida bitta knopkadan qilgan, hattoki Alisaga ham kiradi. Bemalol ekranda mana mishkaga o'xshab yuradi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ishlatishga qulay. Narxini eshitganingizdan keyin bitta savol keladi. Bu original O'zbekistonga mo'ljallanganmi deb bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Energiya samaradorligi A klassga kiradi. O'zbekiston standartlariga hammasiga to'g'ri keladi. Funksiyalarini gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun asosiysi narxiga o'tamiz. Oddiy LED televizorlar 8-9 seriyalar 480 dollardan 520 dollargacha sotilayotgan paytda bu undan ancha kuchli bo'lgan NanoCell modelimizni 419 dollar qilib beraman. Bosing.